Bugungi videomda Koreyani sizlar bilan aylanishga chiqamiz. Xotiningiz qani deb so'ramanglar, xotinimni bu videoda umuman ko'rsatmayman. Koreyada o'zbek Navro'zga o'xshagan bayram borligini bilamidinglar? Keldi o'sha bayramga bugun chiqamiz. Sizlarga zo'r qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Bu koreyslarning Navro'z bayrami hamma shaharda bo'ladi. Bizning shaharda ham endi kelibdi. Nimaga endi keldi desanglar, havolar o'sha isishda endi boshlagan sababi daraxtlar gullaydi. Daraxtlar gullagan paytda bular bayram qiladi. Qanaqa bayram desanglar, Navro'zga o'xshab ketadi. Bular ham har xil ko'chada har xil ovqatlar, attraksionlar, ya'ni odamlar qo'ni aylangan chiqib bir-biri bilan salomlashib, birga har xil ko'rishib, keyin ko'rgan bo'lsalaring, koreyslarda eng ko'pi bolasidan ko'ra itlarni ko'proq yetalab yurishadi. Bola boqqandan ko'ra it boqishni ma'qul ko'rishadi. Sizlar bu fikrga nima deb fikr bildirasizlar? O'z fikrlaringizni yozib qoldirib qo'yinglar. Bu videoda Koreyaga kelmoqchi bo'lgan do'stlaringiz ham jo'natib qo'yinglar. Koreyaga kelgandan keyin обязательно shunaqa bayramlarni ko'radi. Agarda bu videoda ko'rib siz ham Koreyaga kelgis kelib, yashagis kelayotgan bo'lsa, bu videoga like bosib qo'ying. Xudo xohlasa sizga ham nasib qilsin, bunaqa joylardan ham eng zo'r joylarda aylanib yurishlar, maza qilib, xotirjam dam olishlar nasib qilsin. Bugun aylangan chiqishimiz Yusufiyda ham birinchi marta Kalaskada aylanib yurishi bo'ldi. Kalaskada aylanib yurgandan keyin shunaqangi maza qilar ekanki, dam olib uxlab qolar ekan. Sizlarda ham bolalaring Kalaskada uxlab qoladimi yo'qmi? Kalaskada o'tiradigan, o'tirmaydigan bolalar bo'lar ekan. Yaxshi ham Yusufiy yaxshi o'tirdi-da, maza qilib dam olib aylanib yurdi. Hamma yoqni ko'rib yurdi. Bunaqa aylanishlarni ko'proq ko'rsatib, obzor qiling deb kommentariy yozib qo'ysalaring, har xil joylarda yana ham Koreyaning chiroyli joylarini sizlarga ko'rsatib boraman. Like bosishni unutmanglar.